Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli hamkasblar. Mana biz Toshkent davlat agrar universiteti o'quv ilmiy tajriba xo'jaligidamiz. Ushbu o'quv tajriba xo'jaligida biz sabzavotlarni zararkunandalardan himoya qilishda tuzoq o'simliklardan, ya'ni turab-kurablardan foydalanish texnologiyasini ishlab chiqish mavzusidagi amaliy loyiha 2 yilga mo'ljallangan, 2023-2025 yillarga mo'ljallangan amaliy loyiha doirasida hozirgi kunda tadqiqot ishlarini olib boryapmiz. Mana dalada tadqiqot dalamiz, tajriba xo'jaligimizdagi tadqiqot dalamizda bir qancha bu yerda ekinlar olingan. Bular karom, asosiy sabzavot ekinlaridan hamda pomidor ekinlari va hamda bularga tuzoq ekin sifatida pomidor ekinida marigold ekini olingan va o'sha pomidor ekinida hammamizga ma'lumki g'o'za tunlami mana mevani hosil tugish davrida hamda g'ovaklovchi pashshalar, o'rgimchakkana, pomidor kuyasi hamda bir qancha zararkunandalar jiddiy zarar keltiradi hosilga. Shu sababli mana shu pomidor ekinida mana shu zararkunandalarga qarshi tabiiy o'sha ekinlar bilan, tuzoq ekinlari bilan kurashish maqsadida mana shu marigold ekini tanlab olingan hamda bu yerda yana bir sabzavot ekini bu karam ekini olingan. Karamga esa ikkita asosiy butkulli ekinlar olingan. Bu raps hamda xantal ekinlari olingan. Bu yerda karamda hammamizga ma'lumki bir qancha kemiruvchi va so'ruvchi zararkunandalarning zararli ta'siri tufayli 30-40% dan 50-60% gacha hosildorlik nobud bo'ladi. Va mana shu zararkunandalarga qarshi mana shu tuzoq o'simliklardan mana raps hamda xantal bu oilasi bitta bo'lgani uchun bu karamda ham karomga nisbatan ikkita o'sha tuzoq ekinni xush ko'radi. Ulardan karam oq kapalagi, karam kuyasi va so'ruvchi zararkunandalar olingan hamda tuzoq ekin sifatida ekilib, hozirgi kunda tajriba natijalarini tahlil qilish jarayoni hozir mana tadqiqotchilarimiz hamda doktorantlarimiz, magistrlarimiz, o'sha loyiha a'zolari mana shu ilmiy tadqiqot ishlarini olib bugungi kunda hukumatimiz tomonidan yosh olimlarga imkoniyatlar berilmoqda. Shunga ko'ra bugungi kunda Toshkent davlat agrar universiteti o'simliklarning himoyasi va karantini kafedrasida ikkita amaliy loyiha bajarilyapti. Shundan bittasi bu mana shu ko'rib turgan bugungi tajriba maydonimizdagi loyiha hisoblanadi. Bu loyiha 2 milliard so'mni tashkil etib, bugungi kunda mana shu yosh doktorantlar, tadqiqotchilar, olimlar tomonidan tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda. Agrar universitet bilan birgalikda loyiha asosida ekinlarni zararkunanda hasharotlardan himoya qilishda tuzoq ekinlardan foydalanish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilyapti. Bu ilmiy izlanishlarning asosiy maqsadi, demak, respublikada ham, dunyoda ham olib qaraydigan bo'lsak, organik mahsulot yetishtirishga ancha e'tibor berilyapti. Sababi demak, pomidor, karam, sabzavot ekinlari olib oziqlanadigan mahsulot hisoblanadi.